Bugun qanday ob-havo kuzatiladi? O'zgidromet O'zbekiston bo'yicha 21-22 fevral kunlari kuzatiladigan ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, bugun kunduzi O'zbekiston hududida katta qismida quruq va juda iliq ob-havo saqlanib turadi. Kunning o'rtasiga kelib 20-25 darajagacha isiydi. Faqat Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida va kechga tomon Buxoro va Navoiy viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Havo harorati respublika shimolida 8-13 daraja atrofida bo'ladi. Ertaga O'zbekiston hududiga Turkmaniston orqali nam ob-havo massalari kirib keladi. 21 fevral kuni kechasi va ertalab respublikaning ko'pchilik hududlarida, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Farg'ona vodiysi viloyatlarida ertalab va kunning ikkinchi yarmida yomg'ir yog'adi. O'zbekistonning tog'oldi va tog'li hududlarida 21 fevral kuni yomg'ir va qor yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Shamol-sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi, ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda ba'zida 20-25 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. 21 fevralda kunduzi havo harorati 9-14 daraja atrofida bo'ladi. 22 fevral yakshanba kuni O'zbekistonning barcha hududlari bo'yicha yog'ingarchilik kutilmaydi va harorat 15-18 daraja iliqqacha ko'tariladi. Dam olish kunlari kechasi va ertalab respublika bo'yicha ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Toshkentda bugun kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 22-24 daraja iliq. Ertaga 21 fevralda kechasi va ertalab yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi va kunduz 11-13 darajalik bo'ladi. 22 fevral yakshanba kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-5 daraja iliq, kunduzi 14-16 darajalik bo'ladi. Shamol sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. 20 fevralda kechasi, 21 fevralda 10-12 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin.